kiyimlarida ushbu fuqaroda kiyimlarida ham cho'ntak qismlarida ham o'sha nima kukun izlari bor. Norasida go'dak, hali 2 yoshga ham to'lmagan. U ham boshqa bolalar kabi mehrga to'yib ota-onasi bag'rida erkalanib ulg'ayishga haqli edi. Ammo afsus, bolakayni dunyoga keltirganlar uni asrash o'rniga taqdirini savdoga qo'yishni ma'qul ko'rishdi. Toshloq tumanida jigarbandini buyumdek baholab, uning ortidan daromad qilishni ko'zlaganlar qilmish fosh etildi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda qing'ir ishi fosh bo'lib, qonun oldida javob berish payti kelganda dod faryodga tushgan bu ayol ona edi. 9 oy bag'rida asragan, qariyb 2 yil ko'z o'ngida ulg'aytirgan farzandini pulga almashtirishga nima majbur qildi uni? Bu savolning javobini faqat o'zi biladi. Ammo hech qanday bahona bu jirkanch ishni oqlamaydi. Onaga qo'shilib esa ota ham qing'ir savdoga aralashgan. Afsus. 35 ming AQSh dollari. Endigina 1 yosh 7 oylik go'dak uchun belgilangan qo'shtirnoqdagi narx bu. Eng og'riqlisi bu narx bolakay uchun uning o'z ota-onasi tomonidan qo'yilgan. Fuqaro murojaati asosida holat haqidagi xabar kelib tushgach, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar zudlik bilan harakatga tushdi. Davlat xavfsizlik xizmatining viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi er-xotin Toshloq tumani Qumqishloq mahallasida bola uchun talab qilingan pulni olayotgan vaqtda qo'lga olingan. Shu pullarda ksera nusxasi olingan, hozir bir donasini ko'rsatamiz mana. O'ziga qarab kamera bilan. Farzand ne'mat, u savdo qilinadigan buyum emas. Oson boylik ilinjida eng aziz ne'matini sotishgacha borganlarning qing'ir qilmishiga esa o'z vaqtida chek qo'yildi. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari davom etmoqda.